Endi e-maktabdan foydalanish yanada osonlashdi. Biz ilovani yangiladik va yanada qulaylashtirdik. Agar sizda Pro tarif bo'lsa, App Store yoki Play Market orqali e-maktab oila ilovasini yuklab oling. O'rnatgandan so'ng saytda qulaydigan login va parol bilan kirib, bosh sahifaga o'tasiz. Agar bir nechta farzandingiz bo'lsa-yu, ularning barchasi sizga biriktirilgan bo'lsa, istalgan farzandingiz profiliga o'tishingiz mumkin. Pastda esa farzandingiz reytingini, yangiliklarni va hatto u hozir qayerda ekanligini ham bilib olishingiz mumkin. Bu yerda esa oxirgi olingan 15 ta ballar ko'rinadi. Yangi ballar ko'k aylana bilan belgilangan. Istalganini bossangiz, qaysi fandan qo'yilgan, darsni kim olib borgan, qanday mavzu bo'lgan va nechta sinfdoshi xuddi shunday ball olganligi haqida batafsil ma'lumot olasiz. Bu yerda esa farzandingizning sinfdagi va paralleldagi reytingini ham ko'ra olasiz. Reyting qayerda kuchli va qayerda ko'proq o'qish kerakligini tushunishga yordam beradi. Savollar paydo bo'lsa, o'qituvchining ismini bossangiz, bevosita ilovadagi chat ochiladi va shu yerning o'zidayoq o'qituvchiga yozishingiz mumkin bo'ladi. Bosh sahifada barcha darslar, davomat, baholar va uy vazifalari mavjud bo'lgan dars jadvalini ham topasiz. Fan ustiga bosilganda esa dars haqidagi batafsil ma'lumotni ko'rish mumkin. Bu yerdan muloqot, kundalik va o'zlashtirish bo'limlariga o'tiladi. Muloqot bo'limida o'qituvchilar, ota-onalar va sinfdoshlarga tez, qulay va xavfsiz yozish mumkin. Shuningdek, maktabning asosiy voqealaridan xabardor bo'lasiz. Kundalik bo'limida dars jadvali, topshiriqlar, o'qituvchilarning sharhlari va bolaning uy vazifasini bajarganligi va topshirganligini ko'rish mumkin. Qulaylik uchun kundalikni hammasi va faqat uyga vazifa kabi ikkita bo'limga ajratdik. O'zlashtirish bo'limida esa barcha fanlar bo'yicha baholar, bolaning o'rtacha ballari va reytingi mavjud. Shuningdek, bu yerda joriy natijalarni taqqoslash mumkin. Bundan tashqari ilovada obunani tiklash, bildirishnomalarni yoqish, tilni tanlash va texnik qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish mumkin. Endi e-maktab oila shunchaki ilova emas, ota-onalar va o'quvchilar uchun to'laqonli yordamchidir. Pro tarifini yoqing va ortiqcha tashvishsiz ta'lim olishning barcha imkoniyatlaridan foydalaning.